Assalomu alaykum Ixlos School ota-onalari. Men bugun sizlarga Ixlos School o'quvchilarining bir kunlik kun tartibini ko'rsatib bermoqchiman. Har kuni ertalab bizni shunday mikroavtobuslar uydan maktabgacha olib kelib qo'yishadi. Avtobusdan tushgandan so'ng bizni ustozlar kutib olishadi va papkamizni tekshirishadi. Biz maktabga kirganimizdan so'ng maxsus bejiklar orqali turniketdan o'tamiz. Va ustozlar papkalarimizni tekshirishadi, telefonlarni olib qolishadi. Tekshiruvdan o'tib bo'lgach, nonushtaga tushamiz. Nonushtadan keyin biz har xil darslarimiz boshlanadi, lekin bugungi kunimizni shaxmat bilan boshladik. Biz kun davomida 3 minutda taomlanamiz. Nonushta 8:30 da, obed 12:00 da, polnik esa 3:00 da. Ixlos School maktabida undan tashqari matematika, IT va ingliz tili chuqurlashtirilib o'tilinadi. Qo'shimchasiga mental arifmetika, shaxmat va robototexnika darslari bor. Biz darslardan so'ng maxsus avtobuslarda uyga ketamiz. Xuddi shu avtobusda uyimizga yetib olamiz va kunimizni yakunlaymiz.